Assalomu alaykum. Bugungi obyektimiz Avtotop stadionning yon tomonida qurilayotgan biznes sentr. Bu abrezasi ishga qo'yib ketishgan, bu abrezasi ishini olib tashlashimizda. Security petlarda alyumin kronka mana shunaqa kombinatsiya qilingan laminat. Ya'ni o'rtasida bu laminat boshqacha, bu laminat boshqacha, o'rtasida profillar bor. Mana shu uchun abrezasi qilib qo'yib beramiz. Ikkigimizda bitta muammo bor. Bu muammo korobkasini ko'rib turganinglardek, qalin korobka. И наличка bilan shu podlitso bir xil bo'lishi kerak, ya'ni наличка qo'yilgandan keyin bir xil bo'lishi kerak. Hozir biz shuni yo'lini qilib, hop ishlarimizga security petlarimizni qo'yib oldik. Chekkadan ketamiz. Mana krishkasini qo'yib olamiz. Shuni ko'rasizlar. Akkuratni bir ketishdi. Hammasi alimentatsiya petsolarigacha bir xil. Hop, eshigimizning qalinligi 4.1, tarobkamizning faskasi 4.5. 4.2 qilib ochilgan. Hozir bu qancha holatda qiladigan bo'lsak, наличкani qo'yganimizdan keyin podlitso qilib keltira olmaymiz. Orqa tomoniga, ya'ni yuzinchi tomoniga dazor bo'lib qoladi. Biz hozir tarobkadan 8 mm, ya'ni 8 mm olib tashlamiz. Nimagaki 8 mm olib tashlab turib, наличкani shuni ustiga qo'yamiz va eshigimizda o'shanda наличка qo'yilgandan keyin podlitso bir xil bo'ladi. Rossiya qilib tayyor qilib olib kelishgan. Hozir biz test tashamiz korobkadan. Наличkamizning balandligi 15 cm, 16 tali endekdan yasab kelingan ekan. 16 tali endekni ustiga qo'yib, bilasizlar security petlarni qotira olmaymiz. O'shaning hisobiga 8 mm kesib pastga ochib olib, korobkani ustiga qotira olamiz. Bitta tomchikligi yordamida. Korobkamizga bitani ochib tayyor qilib oldik. O'zingizlar ko'rib turganingizdek, mana наличка korobkaga o'tirgan va bitnamizdan tushishi. O'shanda ishini qo'yganimizda наличка bilan uch qismi bir xilda chiqadi. Shu holatda qo'yib olingan. Hop, eshigimizni ham o'rnatib oldik. Faqatgina mana shu o'rtasidagi profilga hozir kelyapti yo'lda, ya'ni ichki kelyapti. Mana shu profilni kesib qo'yib olsak, holatda hammasi o'zini cho'kki bo'lib chiqadi. Ko'rib turganingizdek, mana devor bilan наличка bilan bir xil qilib o'tkazib yuborganimizda, buni yo'lini qanday qilganimiz, boya aytganimdek, o'zini ochib ko'rganimizda, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana mana shu mana korobkadan kesib turib, 8 mm ga cho'ktirganimizda, va petlarimiz ham shu holatda kesilmagan. Mana shu holatda kesilgan, bu tomonga ham shu holatda kesilgan. Eshigimizda alyumin kronkasi bor. Pastlarni ham shu holatda, bu tomonga ham shu. Agar yasamoqchi bo'lsangiz, obshepkalarning qalinligini bilib olib turib, eshiklarning qalinligiga moslab turib petachini chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Mabodo mana shu yechim qilsangiz ham bo'ladi. Mana eshigimizda bir holatda ideal darajada chiqadi. Bu chiqqan joyi 16, lekin bu yoqda 8 qat ochib 8 mm cho'ktirganmiz. Agar 16 buni cho'ktiradigan bo'lsa, petlarni qotira olmaslik. Shuning hisobiga dazor ochib turib qo'yilgan. Eshigimizdan ham inshaalloh o'chirib oldi. O'zini ko'rib turganingizda linalariga bir tekis qilib, ramoga linalarni o'tkazib qo'yganmiz. Alyumin kronkalar bilan shu cho'tki chiqib eshigimizdan. Sizlarga ham asfalt uстановка xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ishchi murojaatga aloqaga chiqaverasizlar. Ishchi murojaat har doim xizmat qiladi. Dazorlarigacha bir tekis eshigimizdan ochilib yopilishi har doimgidek yengilroq